35 yaşlar etrafındaki bir hanımdan bir sinema kepti. Aka, davamlıq turda put-qo'l muzlaydı. Çeçim tushidi. Hem de adet miqdorim nihoyat az. Hem hech qanday ish qo'shaqmaydigan, diqqatimni yig'amaydigan, hamma narsa ko'zimga shundoq sat ko'rinadigan mushunda ahvol bo'lib qoldi deb yinim kep. Kelgandan keyin men bu singlimizni bir qur atrofliq tekshirgandan keyin bu singlimizga oilada kutinib oldigan intayin oddiy qo'llanishchan reseptdan birini deb bergan 15 kun ishlatgandan keyin nihoyatda xushallanarlik bilan yinim kepti. Akam bak yaxshi qoldi deb intayin mamnun bo'lib minnatdorligini bildirib kepti. Mushu oddiy turmush usulini sizga deb bergim keldi. Sizning ehtiyojingiz bo'lsa, sizmi sinab qishingizni chin dilimda umid qilaman. Buning qarta put-qo'l muzlaydigan, choch tushadigan ahvollar qarta put-qo'l muzlashqa issiq tabiatlik, yana oqmosh, qarmosh, pilpil, yenkitiga, küçük buya, zəpəxəmiga, darçın qatarlıqlarını muvafiq miqdarda əp qaynatib, sirtdan yuperishni, ham sirtdan tuxummiya, kuchulmiya qatarlıqlarını sirtdan put ham bel sahasini maylab berishni. Undan boshqa yotqicha zanjibilni nipiz yalpaqlab, ya'ni ho'l zanjibilni nipiz yalpaqlab, tapan sahasiga chaplab, kesh yotqicha aram əp, atga avtishni tashabbus qildim. Ham ichidan iste'mol qilishga go'sht, kavob turlik narsalarni ko'proq iste'mol qilib berish, yana sho'rp qilish, yana qo'ygu sho'rpisi, buningga zanjibil, savza, nuqut, piyoz ham darchin, muvofiq miqdordagi lachinlarni qo'shib dorilik sho'rp iste'mol qilib berishni tavsiya qilgandan keyin mush put-qo'l muzlash, choch tushish ahvollari intayin yaxshi o'tibdi. Mushu usulni sizm sinab qishingizni chin dilimda umid qilaman. Do'stim, men sizning tevib do'stingiz Adil Rayhan bo'laman. Yana sizningki qanday mazmunlarga ehtiyojingiz bor, ostidagi inkas rayon qoldiring.